Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 19 may 2025-yil Namangan viloyati Samarqand Savxoz mol bozorini tepasidan fermadan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan simmental xunajillar bor akalar, 10 dona bir pachka. Xudo xolasa bir qo'ra qilib olaman deganlarga. Kecha bularni kattaroq partiyalarni chiqarganmiz. Ularni kattalik qildi, sal yoshroqdan kerak degan akalarga bugungi mana 10 dona bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha holatlarni ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan erinmasdan like bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videoni podelitsiya qilib qo'ysanglar, anaqa yosh ko'chatlardan olib sigirib olaman deganlarga foydali ma'lumot bo'lib qoladi. Shoxlilari ham bor, to'qonlari ham bor akalar ichida. Shoxlari ham o'sib ketmagan, og'zib tashlasanglar ham bo'laveradi, olmasanglar ham o'ziga yarashganlar. Qaranglar. Yosh oyligiga keladigan bo'lsa, yosh oyliklari 7-8 oylikda atrofida. Hammasi hali sutdan chiqib, yangi ishqibozi ham bemalol kepaysilyos qilib boqib ketaveradigan bo'lib qolgan. Qaranglar, uzunliklari ham juda uzun xunajillar. Xudo xolasa mol qilib olaman, bir qo'ra qilib o'zim haligi yosh partiya qilib sigir qilib chiqarib olaman, sigirlarni o'rniga degan akalar bo'ladigan bo'lsa ham tavsiya qilaveramiz. Hammasi sog'lom, behijolat. Mana bunaqa zavodskoy to'qonlari bor, novotiran qizillaridan bor. Narxlarni ham ko'rasizlar, vobshe bomba bo'ladi. Buzoqlarni bir tomosha qilib, like bosib qo'yinglar, narxini ham yengil qilib olamiz. Aloqa uchun nomerlar doimgidek ekranda bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Yana bitta hammasini ko'rsatib o'tmadik, zagonda yurgan, bo'sh yurgan mollar. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, shu bo'ylar 1.10 atrofida. Qaysidir 1 sm baland bo'lsa, qaysidir 1 sm pastroqdir. Kash 1.10 qo'y suyuq yo'sa bo'laveradigan. O'pshi soni 10 dona. Hammasi sog'lom, eng muhimi. Bitta qo'ra qilib boqaman degan odamga oyoq qo'llarni ko'rib turibsizlar, baquvvat. Xudo xolasa yaxshi joyda mollari. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari ham o'ta yengil. 19 million so'mdan narx etilyapti. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, tepasiga kelib savdo qilib olaverasizlar. Lekin ustida ko'rsanglar, xudo xolasa yoqadigan. Bitta olaman deganga ham, hammasini bir qo'ra qilib olaman deganga ham sotilaveradi. Bu tomonlaridan behijolat, yedishtlarini xotirjam ustiga kelib ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Xudo xolasa realni olaman men, boqaman degan ishqibozi bo'ladigan bo'lsa, savdo qilib narxini kelishib olaverasizlar, yo'lida qilib beradi. Tezda aloqaga chiqaverasizlar kerak. Bitta ikkita qilib qachanda to'playman deganlarga tayyor bir qo'ra 10 dona. Mana turishini qaranglar. Oyoq qo'llari ham juda kelgan. Eng muhimi, hammasi sog'lom. Kecha bularni katta partiyasini chiqarganmiz, ko'rmaganlar bo'lsa, bugungi yoshroqlaridan. 7-8 oylik hammasi. Ranglari ham o'ta tiniq. Ustida kelib ko'rsanglar yoqadigan. Xudo xolasa buzoqlar ichida yomoni yo'q. Hammasi sara buzoqlar, xunojillar. Sigir qilib ko'paytiraman, yoshlaridan olib deganlarga bekarga qolib ketadi yo'llari. 1 yil yetalasanglar bekarga qolib ketadigan. Qaranglar chiroyligini bularda. Ostilari ham hammasi kelgan, hamma tomonlama. Faqat haligi bo'sh yurgan molligi uchun yaqin borib ko'rsatmayapman, uzoqroqda olyapman. Telefonda katta kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Lekin hammasi katta bo'lib qolgan. Behijolat kelib ko'rsanglar, bekara tushaveradi. Telegram gruppamizga lokatsiyasini tashlab qo'yamiz, uzoq yaqindan keladi yo'llarga. Lokatsiya to'g'ri fermaga olib keladi. Kelib ustida ko'rib boqaman men deb savdo qilsalar, xudo xolasa kelishtirib berishadi. Mana qaranglar, turishini. O'zi ham bir qo'ra bitta joyga olib maza qilib boqadiganlar. Birinchi bollaridan pul chiqib ketadigan xunojillar.